Hammaga salom, bu maxsus rakurs. O'tgan hafta O'zbekistonda muhim o'zbek-turkman tadbirlari bo'lib o'tdi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov tor va kengaytirilgan formatlarda muzokaralar olib borishdi. Muloqot davomida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Natijalardan biri yangi iqtisodiy yo'lak Shovot-Toshhovuz chegara oldi savdo zonasining ishga tushirilishi bo'ldi. Tantanali marosimda Shavkat Mirziyoyev Serdar Berdimuhamedovga oliy darajali do'stlik ordenini topshirdi. Muzokaralar yakunida rahbarlar qo'shma bayonotni imzolashdi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdilar. Turkmaniston Prezidenti Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvida ham ishtirok etdi. Tashrifdan so'ng oliy martabali mehmonni shaxsan Prezident Mirziyoyev kuzatib qo'ydi. Bu hafta O'zbekiston osiyolik hamkorlar bilan muhim iqtisodiy va siyosiy uchrashuvlarga mezbonlik qildi. Prezident Mirziyoyev Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yini qabul qildi va yuqori texnologiyalar, yashil energiya, sun'iy intellekt, transport, infratuzilma va qishloq xo'jaligi sohalaridagi strategik sheriklik va iqtisodiy loyihalarni muhokama qildi. Shuningdek, davlat rahbari Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Masato Kanda boshchiligidagi delegatsiya bilan ham uchrashdi. Tomonlar transport, yashil energiya, raqamli transformatsiya va ta'lim sohalarida 3 milliard dollardan ortiq qiymatga ega loyihalarni muhokama qilishdi. Ushbu qadamlar O'zbekistonning mintaqaviy integratsiyada faol ishtirokchi va keng ko'lamli infratuzilma va ijtimoiy loyihalarda sherik sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish hamda aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar sarhisobi yuzasidan videoselektor yig'ilishini o'tkazdi. Joriy yil boshidan ishsizlik 9% ga tushdi va ehtiyojmand 302 ming oila kambag'allikdan chiqdi. Ilk bor 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hudud sifatida belgilandi. Yig'ilishda shuningdek yangi maqsadlarga erishish uchun 2026-yilda iqtisodiyotga 450 trillion so'm kredit ajratilishi, 140 trillion so'mi mahalladagi kichik va o'rta loyihalar uchun berilishi ta'kidlandi. Rejalarga ko'ra 140 ming ta yangi ko'p qavatli uy-joy qurish, yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish, xizmatlarni kengaytirish, 150 ta mahalla turizm infratuzilmasini yaratish, milliy brendlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va 200 ta yangi 24 soatlik ko'chalarni ochish ko'zda tutilgan. Prezident barcha darajadagi rahbarlarning shaxsiy javobgarligini oshirishga va rasmiy hisobot berish yondashuvidan odamlar muammolarini hal qilishning amaliy, samarali yechimlarga o'tishga chaqirdi. Davlatimiz rahbarining o'tgan ish haftasi ana shunday yakunlandi. Voqealardan doimiy xabardor bo'lish uchun Prezident matbuot xizmatining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Hammaga xayr.